26 год, 24 апреля пациент приехал к нам с жалобами. Какие у вас были жалобы? Эпилепсия. Приехали с эпилепсией в 2022 году. И вот было столько у них изменений. Это глиозные изменения паравентикулярного белого вещества. И вот сейчас, в 26 году, они опять пошли, обследование, и вот такие изменения. То есть заключение, объем стало намного меньше. Видно, да? Давайте я теперь покажу, какие изменения именно в плане картины томографии. Давай, держи вот так. Так, чего мы видим здесь? Хоп. Да, узбекчасыга. Давай, они спрашивают, чтобы по-узбекски сказал. Значит, здесь можно увидеть, что Kinkin sindrom bor, qon tomirlar spiralsimo aylangan, bu yerda demak nimalar yaxshi tomonga o'zgargan, bu yerda mana oq moddasi bilan kulrang moddasi yaxshi shakllangan, правильно дифференцированное серое белое вещество. Улучшение имеется именно дифференцировки белого серого вещества. Внутричерепное давление значительно уменьшен, в котором первым miyan ichki bosimi ancha kamaygan, bu yerda endi ozgina burun yo'llarini shilla qavatda shamollashi bor ekan, lekin qolgan joylarida o'zgarishlar zo'r. Endi bolani o'zida nima o'zgarishlar? Gapir. Psixolog'i bormi yo'qmi? Avval og'ir bo'lar edi. Hozirchi? Hozir qancha bo'lyapti? Ko'p bo'lyaptimi, oz bo'lyapti? Yo'q, oz bo'lgan yo'q. Hozir bo'lgan yo'q. 22-yili keluvdinglar. Keyin nima kelmadinglar? Yaxshi yurdi. Yo'q, shu bilan ukachasini olib keldik, shu bilan kela olmadim. Lekin orada tutqanoq berib turdimi? Ha, bo'lishi mart oylari bo'lib. Chunki dorini ichmagan o'sha payt. O'zimiz dori giyohlaringiz ichgani yo'q, o'zimiz dorilar Samarqand dorilarini olib berib ichirib turibmiz. Значит, они с 22 года лечились у нас, было состояние лучше. У нас же есть биологически активные добавки под брендом Medical Food, то есть лечебное питание. Shifobaxsh ovqatlar degan o'sha dori shaklidagi ovqatlarimiz bor, shuni iste'mol qilib turgan va shular ichmay qo'ygandan keyin tutqanog'i yana bir bo'lganiga qayta davolanishga keldi. Alloh shifosini bersin. Дай Bog вам выздоровления. Tuziymisan? Keyin bir ko'rishib qo'yaylik. Voy, malades. Nima ish qilyapsan? Qo'ling menikidan ham katta-yu. Gapir, nima ish qilyapsan? Uyda. Nima qilasan? Toshcha gapirish kerak-da? O'zbekcha. O'zbekcha ham bilasanmi? Ha, bu. Biz ko'p gaplashmaydi, kam gap o'zi. Endi kam gap, o'g'il bolaning kam gapini xaridori ko'p bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizing bormi? Yo'qmi? Ni? Hamma o'g'il bolada 4 ta, senda bitta ham yo'q. Bor-de. Yashiradim, aytmaydi. Yashiradi. Дай Bog выздоровления, xo'p.